Dilbar opa, o'yinimizda g'olib bo'lganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Yangi baxt loyihamizdan kvartira xayrli bo'lsin. Rahmat. Xonadon g'olibiga aylangandan keyin birinchi xursandchiligingizni kim bilan bo'lishdingiz? Qarindoshlar gruppasiga yozdim, o'quvchilarim gruppasiga tashladim. Ular nimaga chiqmagandan keyin, aloqaga chiqmagandan keyin o'zim telefon qilishni boshladim. Uyutdim deb. Uyutdim deb. Ukamga aytdim, qarindoshlarimizga aytdim, hammasiga telefon qilib. Sir bo'lmasa qaysi loyihamizda istiqomat qilasiz? Enerji zamon. Enerji zamon. Qalay loyihamiz yoqdimi sizga? Zo'r, yashab yuribmiz, yaxshi, qulay. Farzandlarimiz o'ynashi uchun ham, boshqa nimalari ham, sharoitlari ham hammasi yaxshi. Xursandmiz opajon yoqqan bo'lsa. Dilbar opa, yana bir marta tabriklayman. Yaxshi kunlik xizmat qilsin uyimiz, yaxshi kunli to'yli bo'lsin. Urib berasiz.